Nega men doim salbiy ssenariy haqida ko'p o'ylayman? Balkim sizga bolaligingizda har bir voqea va hodisalarni birinchi bo'lib salbiy tarafi o'rgatilgandir, ko'rsatib berilgandir. Masalan, biron bir ishni boshlayman deganingizda, hozir qiyin, hozir odamlardan pul qochgan, qayerdan qilasan, bitta o'zing bo'lsang, kim senga yordam beradi, tanish bilishing bo'lmasa-chi deb har bir vazifani, har qanday holatni birinchi salbiy tomoni aytilgan bo'lsa, hatto bu narsa shu darajada odat bo'lib ketadiki, ob-havoga nisbatan ham bo'ladi. Masalan, yomg'ir yog'adi, tez oyog'ingga shamollaysan. Yomg'ir yog'ayapti, baraka yog'ayapti, tozalanadi, o'pkamiz to'yib toza havo oladi deb ham qarash mumkin. Shamollaysan, oyog'ingga noski kiy deb ham qarash mumkin. Mana shunday agar oilada faqat salbiy tarafini ko'rish odati bo'lib qolgan bo'lsa, shu oilada ulg'aygan barcha bolalarda ham bu odat saqlanib qoladi. Bu ham ong ostimizga yozilgan dastur, uni o'zgartirish zarurdir.